Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun algebrani esdan chiqarmagan holatda o'sha Viet teoremasini bir o'rganib chiqqan bo'lamiz. Ya'ni bilmaydiganlar uchun noldan boshlayotganlar aynan Viet teoremasi kelgani uchun ancha foydali bo'ladi degan umiddaman. Qisqagina video tarzida tushuntiraman. Viet teoremasi nima o'zi? Keltirilgan kvadrat tenglama degan tushuncha bor. Keltirilgan kvadrat tenglama degani o'sha kvadrat tenglamada kvadrat tenglama nima edi o'zi? Kvadrat tenglama deganimiz ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ko'rinishidagi tenglamaga va bu yerda a teng emas 0 holatdagi tenglamaga kvadrat tenglama derdik. Agarda a ni qiymati 1 ga teng bo'lsa, shu yerda u tenglamamiz keltirilgan kvadrat tenglama deyiladi. Misol uchun qaranglar. 2x kvadrat plus 4x plus 6 teng 0. Mana shunaqa tenglama bo'ladigan bo'lsa, bu keltirilgan tenglama emas. Buni keltirish uchun mana bu x kvadrat oldida turgan songa hammasini bo'laveramiz. Mana x kvadrat, mana bu 4 ni 2 ga bo'lsak 2x, 6 ni 2 ga bo'lsak mana plus 3 teng 0 bo'ladi. Okay? Bu keltirilgan kvadrat tenglama bo'ldi. Misol uchun 2 ga bo'lardik-da. Minus x kvadrat minus 3x plus 5 teng 0 bo'lsa, bunda nima qilamiz? Bu ham keltirilgan kvadrat tenglama deyilmaydi. Qachonki o'sha a ni o'rnida 1 paydo bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina keltirilgan kvadrat tenglama deymiz. Buni nima qilamiz? Minus 1 ga ko'paytirib olamiz yoki minus 1 ga bo'lamiz desak ham bo'laveradi. Shunda har bittasi ishora qarama-qarshi o'zgaradi. X kvadrat plus 3x plus 3x minus 5 teng 0 bo'ladi. Minus 5 teng 0. Okay? Endi keltirilgan kvadrat tenglama deya olamiz. Demak, xullas Viet teoremasiga to'xtaladigan bo'lsak, keltirilgan kvadrat tenglamada agarda diskriminantimiz musbat bo'lsa, diskriminant musbat degani kvadrat tenglamada ikkita yechim bor degan. Ikkita yechim degan. Agar bu tenglamada ikkita yechim bo'lsa deydi, Viet aytadiki, o'sha ikkalasini qo'shsang deydi, ikkinchi koeffitsiyentni, ya'ni x ni oldidagi p ni qarama-qarshisiga o'sha ikkita ildizni ko'paytirsang, ozod xatga, ya'ni quvga teng bo'ladi deydi. Demak, mana shu gap Viet teoremasi deb yuritiladi. Buni isbotlash muammo emas. Qani ketdik. Bu Viet teoremasi orqali qanday tenglamalarni hal qilamiz? Bu yoqda birinchi tenglama sifatida 3x kvadrat minus 3x plus 1 teng 0 tenglama berilgan. Bu keltirilgan kvadrat tenglama 100%. Endi bu tenglama uchun Vietni yozsak, mana x1 plus x2 deganimiz ikkinchi koeffitsiyentni qarama-qarshi, ya'ni 3 ga teng bo'ladi. x1 kare x2 miz esa mana bu 1 ga teng bo'ladi. Tamom. Viet mana shuni ayta oladi. Okay? Qachon qo'l keladi? Qachonki, qaranglar, mana buni ildizlar irratsional sonlar, diskriminant hisoblasalaringiz qaranglar. 9 minus 4 kare 1 mi? Yana bitta 1 da. Xullas 5. Ya'ni ildizdan chiqmaydigan son paydo bo'ldimi? Buni ildizlar demak irratsional. Shu holatda biz u ildizlarni topmasdan turib x1 kvadrat plus x2 ni kvadratini topishimiz mumkin. Qanaqa qilib? Mana bu 7-sinf algebrasida aytgan formulamiz. A kvadrat plus b kvadratni biz shaklni almashtirib a plus b ni kvadrati yu minus 2ab deyishimiz mumkin. Demak, x1 kvadrat plus x2 ni kvadratini biz ayta olar ekanmiz. Shuni sal pastroq tushirib olaylik. Buni bundoq tushirib olamiz-da. Buni ayta olar ekanmiz biz x1 plus x2 ni kvadrati yu minus 2 x1 x2 deb. Endi bizda a vazifasida x1 kelyapti, b vazifasida esa x2 kelyapti. Okay? Ana endi o'rniga qo'ysak, x1 plus x2 ni o'rniga 3 qo'yamiz. 3 ni kvadrati minus ko'paytma o'rniga 1 qo'yamiz. 2 kare 1. Buni hisoblasak 9 dan ayiramiz 2 ni. Javob 7 ekan. Tamom. Ana endi ikkinchi xili. Juda ko'p uchraydi. Mana shu ildizlari kvadratlari yig'indisini topib ber degan savol. Har doim shu formulaga qo'ysalaringiz chiqadi. Ikkinchi misolda esa kublar yig'indisini so'rayapti. Unda nima qilamiz? Unga ham formula bor. A kub plus b kubni quyidagicha yozish mumkin. Faqat mana bu joyda 3 bo'ladi. Bu yerda 2 yozib qo'yilibdi. 3 bo'ladi. A plus b ni kvadrati minus 3ab ko'rinishi yozish mumkin. Demak, bu formulaga tushirsak, x1 plus x2 derkanmiz va x1 plus x2 ni kvadrati minus 3 ta x1 x2 deymiz. Bo'ldi, o'rniga qo'yamiz shundoq. Endi uni nimani o'rniga qo'yamiz? Avval Vietni yozib olishimiz kerak. x1 x2 ni yig'indisi nima deydi Viet? Ikkinchi koeffitsient mana minus 2 ku. O'shani qarama-qarshi, ya'ni 2 ga teng deydi. Ko'paytmasichi?
ko'paytmas mana bu -1 ga teng deydi. Ana viyetni gapini yozdik. Olib kelib o'rniga qo'ysak bo'ldi. Yig'indan o'rniga 2 qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati -3 karra -1 bo'ladi. Ana endi buni hisoblasak 2 ko'paytirilgan 4 -3 ni -1 ga ko'paytirsak plyusdan 3 bo'ladi. 4 ga 3 qo'shsak 7 bo'ladi. 2 karra 7 esa 14 ni bildiradi. Tamom. Bugungi qisqagina mavzuchamiz shu edi. Mavzuni tushungan bo'lsalaringiz kommentariyaga tushundim deb yozib ketinglar. Tushundim. Va mana bu misolni javobini aytib ketingizlar. X kvadrat minus 2x minus 3 teng 0 bo'lsa, x1 kvadrat plus x2 ni kvadrati nechaga tengligini aytib ketingizlar. Sizlar bilan Teacher Mirjalol. Salomat bo'ling.